Salom do'stlar. Bugun TTZ haqida suhbatlashamiz. Faktlar to'g'risida ko'rsataman. Nima bor, nima yo'q degan to'g'risida sizlarga mavzu qilib beraman. TTZ so'zi Toshkent traktor zavod. TTZni to'liq so'zi. O'zingiz uchun informatsiya, bilganlar biladi, bilmaganlar mana endi biladi. TTZning so'zi Toshkent traktor zavodi. Nega Emminda hamma joy TTZ bor, TTZ 2, TTZ 3? Chunki mana shu Toshkent traktor zavodiga o'sha eski paytda 10 ming, 20 ming, 50 ming deyishadi, har xil shunaqa kolleksiyada odam ishlagan ekan. TTZ zavodi mana shu hamma TTZdagi domlarni qurib bergan ekan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Eng qiziq, hali hech qaysi blogerlar olib chiqmagan, sizga faktda videoni oxirida ko'rsatib o'taman. Endi bu yog'iga sizga qolgan informatsiyalarni berishga harakat qilaman. TTZ to'g'risida. TTZ Navro'z bozori. Bizdan uy olmoqchi bo'lganlar, TTZga kelmoqchi bo'lganlarga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, mana sizlarda ham shunaqa mana TTZda hamma puli ko'p, puli nemayni odamlar yashaydimi deyman. Bizda gazinka ham mana pulli stoyankasi. Hamma gazinkalar stoyankasi pullimi? Do'stlar, mana shu gazinkani bu yoq beti mana to'g'risiga o'tadigan bo'lsanglar, mana shu yerda chiqib ketasizlarmi, qibay ketasizlarmi, mana shu taksistlarning pitaki bo'ladi. O'zinglar uchun bilib olinglar. Muammosi yo'q, 24/7 ishlaydi bu taksistlar. Haqiqatdan mazasiga gap yo'q, yoshligingizni eslatadigan, ani 2 tillik, 5 tillik gummalar bo'ladi-yu, o'shalarni eslatadigan Gumma xonim. O'zbekistondagi Lokomotiv jamoasi futbol o'ynaydigan bo'lsa, o'z uyida Palibomi TTZga kelasan. Chunki Lokomotiv stadioni ham o'zini TTZda. Ana shu aytib o'tganimdek oxirgi faktimiz juda ham qiziqarli. Metromiz, Toshkent metrosi bu yoqda Sergelida, oxirgisi bu yoqda Yunusobodda, anagi tarafi Chilonzorda. Bu tarafi esa Maksim Gorkiy deydi. Endi esa mana oxirgi bekati TTZda Toshkent metrosi. Qanaqa informatsiyaga ega bo'ldinglar? TTZ qiziq ekanmi? Qiziq bo'lsa, mana shunaqa qiziqib yuradigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.